Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 ijodiy jamoasi axborot dasturini taqdim etadi. Studiyada Diyorbek Olimov. Dastlab qisqacha tanishing. Buxorodagi media haftalikda ko'plab treninglar o'tkazilmoqda. Sirdaryoda kasb va mehnat festivali bo'lib o'tdi. Poytaxtimiz mezbonlik qiladigan Xitoy Markaziy Osiyo inson huquqlarini rivojlantirish forumi oldidan inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazida Xitoyning inson huquqlarini rivojlantirish jamg'armasi vitse-prezidenti va bosh kotibi Li Xunkuy boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Avvalo shuni aytish kerakki, Xitoy Xalq Respublikasining yetuk ekspertlari, ilmiy akademik doiralar va turli davlat tuzilmalari vakillaridan iborat delegatsiyaning bunday tarkibi va darajasi O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi inson huquqlari sohasidagi hamkorlik yanada mazmunli hamda barqaror tus olayotganidan dalolat beradi. Muloqotda O'zbekiston tomoni Xitoyning 2026-yil 23-fevral hamda 1-mart kunlari bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha kengashining 61-sessiyasida ilgari surgan tashabbusini qo'llab-quvvatlashi qayd etildi. O'zbekiston va Xitoy davlat rahbarlarining keyingi davrda hamkorlik aloqalari izchil rivojlanib boryapti. Va bunday siyosat albatta mamlakatlarimizning taraqqiyotiga, xalqlarimizning farovonligiga xizmat qiladi. Mana shu siyosat tufayli iqtisodiyot, transport, boshqa sohalar qatori inson huquqlari yo'nalishida ham mamlakatlarimiz o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bugungi delegatsiyaning asosiy qismi bo'lgan Xitoyning o'sha inson huquqlarini rivojlantirish to'g'risidagi jamg'armasi forumni bir tomondan Xitoy tomonidan tashkilotchisi hisoblansa, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz O'zbekiston tomonidan asosiy tashkilotchi hisoblanadi. Shuning uchun ikkita tashkilotchilar ertangi forumga tayyorgarlik holatini gaplashib oldilar. Xitoy ham O'zbekiston ham taraqqiyotning muhim bosqichida turibdi va har ikki davlat inson huquqlari muhofazasiga katta e'tibor qaratmoqda. Menimcha, bu har bir mamlakat taraqqiyot strategiyasining muhim tarkibiy qismidir. E'tiborlisi, har ikki tomon aynan ushbu yo'nalishda ham yaqin aloqalarni yo'lga qo'ygan. Mazkur uchrashuv ham buning bir namoyishi. Ertangi tadbir o'zaro anglashuv va ikki tomonlama munosabatlarning yuqori darajasining yana bir tasdig'i bo'ladi. Chunki har ikki davlat demokratiya hamda davlat boshqaruv sohasida o'zaro tajriba almashinuv va hamkorlikni faollashtirish uchun barcha imkoniyatlardan samarali foydalanmoqda. Bu esa munosabatlarimiz salnomasini yangi mazmun bilan boyitadi. Shuningdek, Xitoy delegatsiyasi a'zolari inson huquqlari uy faoliyati bilan tanishdilar. Bu yerda tashkil etilgan Milliy markaz tomonidan nashr qilingan kitoblar va Xitoyga taalluqli adabiyotlar ko'rgazmasi mehmonlarda yaxshi taassurot qoldirdi.